Endi hafta egarlarimiz uchun zavodskiy gazli golovka, zavodskiy gazli porshinlardan umuman muammo yo'q. Katta partiyada yetib keldi akalar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Keling, To'g'ajon beriroq keling. Mana buni tomosha qiling. Hafta egar haydaydigan To'g'ajonlarimiz uchun maxsus zavodskiy gazli gilza porshinlarni ko'ring. Mana bu hafta egar uchun zavodskiy gazli gilzasi bo'ladi akalar. Mana bu masla dedik, masla. Zavodskiy gazlik porshini bo'ladi. Bu gazga moslashtirilgan, e'tibor berasizlar To'g'ajonlar. Xo'sh, zavodskiy gazlikni porshinni qayerdan farqlab olsalaringiz bo'ladi? Zavodskiy gazlik porshinda moy aylanadigan kanalchasi bo'ladi akalar, mana. Moy aylanadigan kanalchasi. Moy bu yoqdan kiradi, bu yoqdan chiqadi. Porshinni sovutib turadi. Porshin hech qachon yopishmaydi, porshin erimaydi. Umuman bunaqa muammolar hafta egar haydaydigan To'g'ajonlarimiz uchun bunaqa muammolar bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Mana bu porshinlari bo'ladi akalar, zavodskiy gazlik. Mana bu golovkamiz akalar. Xo'sh, gazga moslashtirilgan bo'ladi. Gazga moslashtirilganligini qayerdan bilsak bo'ladi? Gnezdolari gazga moslashtirilgan, cho'kmaydigan materialdan qilingan. Bu hafta egar haydaydigan To'g'ajonlarimizning dardi bu, dardi. Hafta egar haydaydigan To'g'ajonlarim qo'rqmasdan kelaverasizlar. Chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Sevichcha joyiga e'tibor beramiz. Sevichcha joyini gnezdo bilan sevichcha joyini orasidagi masofa katta bo'ladi, golovka yorilmaydi. Gnezdolar gazga moslashtirilgan hadeb klapan qisilavermaydi. Xo'sh, bu gazga moslashtirilgan zavodskiy gazlik golovkamiz bo'ladi akalar. Mana bu zavodskiy gazlik klapanlarimiz bo'ladi. Mana shularga e'tibor beramiz. Orasidagi masofani ko'ringlar akalar. Bu zavodskiy gazlik golovkamiz. Xudo xohlasa Piruvalmu, xo'sh, Surxondaryo Piruval, Vodiy Piruval, Xudo xohlasa chiroyli qilib xizmat qilib beradi. Garantiyalar bilan sonaqli qilib beramiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Buxoro viloyati Shogirkon tumaniga kelaverasizlar.